Biz yana Qarshi Kaspi yo'lidagi Qarshi tumani Talliqo'ron mahallasiga qarashli xavfli chorrahadamiz. Gap shundaki, shu yilning fevral oyida bu chorrahaga svetofor o'rnatilishi kerakligi haqida tanqidiy lavhani efirga uzatgan edik. Chorrahamizda juda mudhish voqea ro'y berdi. Gentra mashinasiga Talliqo'ron qishlog'imizdan bir har kishi 65 yoshlik bir bobo shu avariya sohasida o'ldi. 18-yildan shaqi shu svetofor masalasi bo'yicha faqat ariza beramiz. O'shanda mutasaddi shaxs bu yerga svetofor o'rnatish ishlari shu yilning 10-mart sanasiga qadar yakunlanishini ma'lum qilgandi. Mart oyining 10-15 sanasiga qadar hududda svetofor o'rnatiladi. Biz hududga kelganimizda esa bu yerga faqatgina svetoforning beton ustunlari olib kelinganligiga guvoh bo'ldik. Lekin va'da bajarilmadi. Shu tufayli mavzuga takror qaytdik. Fevral oyida millarga biz svetofor masalasi bo'yicha murojaat qiluvdik. Mas'ullar kelib, stoykani qo'yishdidan bizga va'da qildi, 10-martgacha qurib beramiz deb. Hozirgacha hanuzgacha bu narsa qurilgani yo'q. Qurilgan stoykalari yomg'ir natijasida qiyshayib yotibdi. Nima uchun bular va'da berib, xalqni, elni aldab ketdi bular? Svetofor qurilishini, ishga tushirilishini xalq juda ham kutyapti. Biz mana shu yo'nalishdan har doim o'tib qaytamiz. Kunida 2-3 ham o'tib qaytamiz, lekin shu yerda svetofor bo'lishi kerak. Svetofor bo'lishi shart. Sababi juda tiqilinch bo'lib qolyapti go'pati, goh-gohida to'qnashuvlar bo'lyapti. Yana millarga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Juda xavfli joy ber, tartibga solinmagan chorrahalar juda o'ta xavfli. Maktab o'tadi, o'quvchilar o'tadi, juda qiynaladi. Ota-onasi yetalab keladi-da, yo'ldan o'tkazib qo'yadi, keyin qaytib ketadi. Mana shunaqa hol bo'lyapti, svetofordan darak yo'q. Xo'sh, svetofor o'rnatish ishlari nega oxirga yetkazilmayapti? Aynan mana shu savol bilan yana mas'ullarga yuzlanamiz. Kechikishini asosiy sabablaridan biri bu yog'ingarchilik. O'shanga qaramasdan, yog'ingarchilikka qaramasdan o'sha svetofor ustunlari to'liq o'rnatildi. Shu bir hafta ichida o'sha chiroqlari ham o'rnatiladi. Svetofor ishga tushadi. Doimgidek biz bu muammoni o'z nazoratimizga olamiz va muammo yechilmaguncha bu manzilga, bu mavzuga takror va takror qaytaveramiz.